Assalomu alaykum aziz do'stlar. Idish tovoq va kosmetika parfumeriyalar musulana kelarasizlar. Andijonda manzilimiz. Stullar mana manzilimiz Yangi bozor. Rovotini yanida chaqlaydigan, pichoq chaqlaydigan joylar. Oldin vakansiyaga bo'lasizlar. Hop mana mehmonlarimiz. Ularimiz mana ochilyapti. Hali ochilib ulgurmadik, xudo xolasa. Hammasi 10.000. Aşını aldım ne veralar? Ko'r orasida atirlarimiz 30.000 so'mdan. Nada juda narsalar 10.000 so'mdan. Gullar, tapchka 30.000 narigisi mana bular 20.000 so'mdan. Ko'p narsalar bor mana. Hali ochilib ulgurmadik. Xudo xolasa 4 kun 5 kunda ochiladi. Hozir 19 bo'lsa 23-24-larga ochib olsak kerak, xudo xolasa. Stikanlarimiz narxlari chiqqani yo'q. Bularimizni narxlari 10.000 so'mdan. Achkilarimiz 10.000 dan 30.000 ga davr achkilarimiz bor. Idishlarimiz narxlari bilan tanishtiramiz kilo orasida. 10.000 so'mdan tanlab olish. Hali to'liq ochilgani yo'q, shuning uchun narxlarni to'liq ayta olmaymiz. Hali narxlar chiqib ulgurmadi. 30.000 so'mdan skarovotkalar. Achkilar mana. Do'stlar, kela olasizlar. Andijon Yangi bozor. Telefon nomerlarini qo'ymaymiz. Xizmat bo'lsa biz shu yerdamiz, kela olasizlar. Bu sinmaydigan idishlarimiz ham bor. Один. Один. Bro. One. Please.